Assalomu alaykum. Hamkasblar, bugun Sho'rchiga keldim ish bilan. Best Faxr mebel sexti zapchastxonasidaman. Yangiliklar bilan ulashib qo'yay dedim. Har xil yangi narsalar kelib qopti. Mana. Instagramda ko'rgan narsalarning sotuvda bor ekan, sal qimmatroq ekan, lekin mana shunday profillari ham alohida. Sushilkalar, sensorli zamoklar. Abbos aka charchamayapsizmi? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Mebelga kerakli hamma narsani topsa bo'ladi. Hozir yangi mahsulotlar uchun joy qilinyapti ekan. Yangi narsalar kelyapti. Tashqarida ish